Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizda Alisher Navoiyning Farhod va Shirin do'stoni haqida fikr almashamiz. Asarning mazmuni, qahramonlari va tarbiyaviy ahamiyati haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Siz Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonini o'qiganmisiz? Ha, albatta o'qiganman. Unda sizga asar yuzasidan bir nechta savollarim bor edi. Javob bera olasizmi? Ha, javob bera olaman. Unda sizga birinchi savolim, asarning asosiy mavzusi nima? Asarning asosiy mavzusi chin muhabbat, sadoqat va fidoyilikdir. Tasvirlangan. Cari cahaya di kegelapan. Aku tahu kau tak pernah jauh, meski kadang ku lupa bersujud. Kuatkan aku dalam rindumu, jangan biarkan imanku inson maqsadi sari qat'iyat bilan intilishi kerak ekanligini ko'rsatadi. Rahmat, katta rahmat sizga. Judayam yaxshi javoblar uchun. Qani endi boshqalarning ham fikrini eshitib ko'rsak. Assalomu alaykum. Siz Farhod va Shirin dostonini o'qiganmisiz? Assalomu alaykum. Ha, albatta o'qiganman. Yaxshi. Unda sizga bir nechta savollarim bor edi. Mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Unday bo'lsa, birinchi savolim, asarning asosiy g'oyasi nimada? Mening fikrimcha, asarning asosiy g'oyasi chin muhabbat va sadoqat eng ulug' tuyg'u ekanini ko'rsatishdir. Shuningdek, mehnat va matonat insonni ulug'laydi. kadang ku rapuh tanpa daya, Asarda qanday tarbiyaviy ahamiyat? menangis dalam sepi yang lama. Langkahku goyah di tengah ujian, ku cari cahaya di kegelapan. Aku tahu kau tak pernah jauh, meski kadang ku lupa bersujud. Kuatkan aku dalam rindumu, jangan biarkan imanku runtuh. Keyingi savolim, asarning tili va badiiy vositalari haqida nima deya olasiz? Asar she'riy shaklda yozilgan bo'lib, unda ko'plab tashbih, mubolag'a va ramziy obrazlar ishlatilgan. Bu esa asarning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchini chuqur o'yga toldiradi. Rahmat. Endi sizga oxirgi savolim, asardan bugungi yoshlar qanday xulosa chiqarishi mumkin? Yoshlar bu asardan sabr, mehnatsevarlik va sadoqatni o'rganishlari mumkin deb o'ylayman. Shuningdek, hasad va yolg'onning yomon oqibatlarga olib kelishini tushunishlari kerak. Rahmat. Sizning xulosangiz qanday? Qisqacha qilib aytib bera olasizmi? Xulosa qilib aytamanki, Farhod va Shirin dostoni nafaqat sevgi qissasi, balki
fazilatlarni targ'ib qiluvchi asardir. U bizni sadoqatli, mehnatsevar va sabrli bo'lishga chorlaydi. Rahmat, judayam yaxshi. Sizlar bilan Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostoni haqida qisqacha tanishib oldik. Assalomu alaykum.